Farg'ona shahrida 5 kun davomida sport kurashlari bo'yicha o'tkazilgan O'zbekiston Kubogi bahslari joriy yil Vyetnamda bo'lib o'tadigan Osiyo chempionatiga munosib nomzodlarni saralab berdi. Tafsilotlar bilan hozirgi lavhamizda tanishasiz. Farg'ona shahridagi Samo sport majmuasi sport kurashlari bo'yicha O'zbekiston Kubogi bahslariga mezbonlik qildi. Unda 400 nafarga yaqin 17 yoshgacha bo'lgan sportchilar Yunon, Rum, erkin va ayollar kurashi bo'yicha o'z imkoniyatlarini namoyish qilishdi. Respublikamizning barcha hududlaridan ishtirok etgan polvonlarning bellashuvga puxta hozirlik bilan kelganliklari bahslarning murosasiz va qiziqarli o'tishini ta'minladi. Ayniqsa poytaxtimiz Toshkent shahri, Farg'ona, Buxoro, Namangan, Navoiy, Andijon va Sirdaryo viloyatlari vakillari turli vazn toifalarida peshqadamlik qilishdi. Yunon, Rum kurashi bahslarida Behruzbek Valiyev, Faxrikamol Komiljonovlar alohida namuna ko'rsatishgan bo'lsa, erkin kurash yo'nalishida Mirjamol Mukammilov, Behruzbek Bahodirov, Farruh Jumanazarov, Bunyod Rufatovlar hakamlar e'tiborini tortishdi. Ayollar kurashida esa Toshkent shahri, Navoiy, Namangan, Farg'ona va Toshkent viloyatlari vakillari ishqibozlarida katta taassurotlar qoldirishdi. 10 yildan beri shug'ullanib kelaman. Bu musobaqa menga juda ham katta taassurot qoldirdi. Juda ham kuchli sportchilar qatnashdi. O'zbekiston Kubogida oltin medalni qo'lga kiritdi. Men bundan keyingi musobaqalarda ham oltin medalni qo'lga kiritishga harakat qilaman. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlarga viloyat prokuraturasi, O'zbekiston sport kurashlari assotsiatsiyasi Farg'ona viloyati bo'limi hamda homiylarning diplom medallari va esdalik sovg'alari topshirildi. Endi milliy terma jamoa safiga qabul qilingan polvonlar oldinda turgan xalqaro bellashuvlar, xususan Vyetnamda bo'lib o'tadigan Osiyo chempionatida munosib qatnashib, mamlakatimiz sharafini ishonchli himoya qilishadi. Biz ushbu musobaqada ham vakillarimizga omadlar yor bo'lishini tilab qolamiz.